Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi sotiladigan obyektimiz Yakkasaroy tumanida joylashgan Orientir shundoqqina aeroport Korzinka va 48-maktab. Ushbu 4 xonali kvartiramiz 117 metr kvadrat umumiy maydonga ega, yana qo'shimcha garderobli xonalari ham bor. 16 qavatli domni 3-qavatda joylashgan. Yangi Yevro remontdan chiqqan, odam yashamagan. Har bitta xonasida o'zining konditsionerlari bor. Eng kerakli mebel texnikalar bilan jihozlangan holatda upakovka kvartiramizni suvchini sotuvda. Obzorni ko'ramiz.